O'sha tunda men sevgini butunlay boshqacha tasavvur qilgandim. Asl ismli yigitim. U meni devorga taqab, "O'zing xohlading-ku" deganda, men qochishga joy topolmadim. Uning harakati shunchalar tez va shafqatsiz ediki, men dod deb yuborishga ulgurdim xolos. Og'riq, dahshatli og'riq va issiq qon. O'sha kuni uyga qanday yetib borganimni eslay olmayman. Yuragimda muhabbat o'rniga faqat qo'rquv va jismoniy azob qolgandi. Bu hikoya mening o'smirlik xatoyim va birinchi og'riqli tajribam haqida. Mening ismim Zarina. Hozir bu voqealarni eslasam ham kulgim, ham yig'im keladi. O'shanda endigina 15 yoshda edim. Hayot hali oldinda, yurakda esa faqat orzular. Sevgi nimaligini kinolarda ko'rib, kitoblarda o'qib tasavvur qiladigan paytlarim edi. Hamma qizlar kabi men ham e'tiborga, shirin so'zga o'ch edim. Va taqdir meni asl ismli yigit bilan uchrashtirdi. U mendan 1 yosh katta, 16 yoshda edi. Lekin ko'rinishidan ancha ulg'aygan, o'ziga ishongan, haqiqiy ko'cha bolasi edi. U novvoylik qilardi. Balki shuning uchundir, undan doim issiq non va qandaydir mehnatkash insonning hidi kelardi. Biz tanishdik. Telefon raqamimni berdim. Birinchi qo'ng'iroq. O'sha hayajonni eslayman. Tungi suhbatlar. Biz soatlab gaplashardik. U menga dunyodagi eng chiroyli so'zlarni aytardi, men esa uning har bir so'ziga laqqa tushardim. Biz bir-birimizni sevardik. Aniqrog'i, o'sha yoshdagi bolalar sevgini qanday tushunsa, shunday sevardik. Bir oy davomida faqat telefonda gaplashdik. Keyin ko'rishishga qaror qildik. Uchrashuvlarimiz boshida juda beg'ubor edi. Birga aylanardik, kulishardik. Ba'zan yelkalarimiz, qo'llarimiz bir-biriga tegib ketardi. O'sha paytda butun tanamdan tok urgandek bo'lardi. Lekin u menga tegmasdi. Hurmat qilardim yoki paytini poylardi. Vaqt o'tdi. Aslining xarakteri sekin-asta ochila boshladi. U talabchan edi. Ba'zan unga g'amxo'rlik qilib, "Ovqatlanib oling, qorningiz ochdir, ishdan chiqdingiz" desam, u jiddiy qarab, "Bo'pti, ovqatlanaman. Lekin ko'rishganimizda bitta o'paman" derdi. Bu shart qo'yish edi. Men uyalib yerga qarardim. "Xo'p", derdim oxiri. Chunki uni yo'qotishdan qo'rqardim. To'g'risi, men unaqa qizlardan emasdim. Jinsiy yaqinlik, shahvoniy narsalar haqida o'ylashga ham qo'rqardim. Hatto xohlamasdim ham. Men uchun sevgi bu qo'l ushlashib yurish edi xolos. Lekin u erkak edi. Yosh bo'lsa ham unda instinktlar uyg'ongan edi. Bir kuni u qat'iy ohangda, "Ko'rishamiz. Va'dangning ustidan chiqasanmi?" dedi. Men yo'q dedim qo'rqib. Lekin u ko'ndirdi. Biz maktabning orqa tomonidagi hech kim ko'rmaydigan eski zinapoya oldiga bordik. Atrof daraxtlar bilan o'ralgan, qorong'u va pana joy edi. Yuragim dukillab urardi. U menga yaqinlashdi. Birinchi bo'lib yuzimdan o'pdi. Men o'zimni noqulay his qildim. Boshimni u yoqdan bu yoqqa qimirlatib qochmoqchi bo'ldim. Bu uning jahlini chiqardi. U meni zinani ushlaydigan temir panjaraga yopishtirib qo'ydi. Kuch bilan. Keyin o'sha temirga o'zi ham chiqib oldida, meni quchoqlab, lablarimdan qattiq o'pib ketdi. Men birinchi marta o'pishayotganim uchun nima qilishni bilmay, toshdek qotib turardim. U oyog'imni ochib oldi, ikki yonga quchoqlab, labimni tishlardi. "Javob qaytar" deb g'udranardi u. "Tilini chiqar." Men qo'rqardim. Og'zimni olib qochardim. 1-2 marta tilimni chiqardim-u, boshqa qilolmadim. O'sha kuni uyga qochib ketdim. Lekin bu hali boshlanishi edi. Oradan 1,5 yil o'tdi. Biz hamon birga edik. Men 16 ga, u 17 ga kirdi. Munosabatlarimiz o'zgardi. Endi u mendan ko'proq narsani talab qilardi. Aslining tug'ilgan kuni 29 iyulda, meniki esa 29 yanvarda edi. Bu sanalar biz uchun muhim edi. Har safar ko'rishganimizda u sekin-asta chegaradan o'ta boshladi. Bir kuni quchoqlashib turganimizda u qo'lini pastga tushirib orqamni, ko'tlarimni g'ijimlab oldi.
Men cho'chib tushdim. Qo'lini surib qo'ydim. Gapira olmadim chunki lablarimiz birlashgan edi. Lekin ichimda qarshilik bor edi. Bir kuni u gaplashaylik dedi. Maqsadi aniq edi. Men yo'q dedim. Lekin kechki payt soat 9larda baribir ko'rishdik. Qorong'u tushgan. Biz salomlashdik. Men unga yopishib turganimda uning jinsiy a'zosi o'sha qo'tog'i qattiq turib qolganini sezdim. U menga qadalib turardi. U yana orqalarimni ezishni boshladi. Men indamadim. Keyin qo'llari yuqoriga chiqdi, ko'kraklarimni ushladi. Men chiday olmadim. Qiynamang, dedim pichirlab. Bu so'zim unga signaldek ta'sir qildi. U birdan jiddiy bo'lib ketdi. Seryozni va srazu kiyimimni ko'tarib yubordi. Men shokda edim. Nima qilyapsiz deb so'radim qaltirab. U ko'zlarimga tikilib, o'zing xohlading-ku dedi. U orqamga o'tmasdan oldimga egildi. U tilini ishga soldi. Men hayotimda bunday hisni tuyg'anmagan edim. Qo'rquv o'rnini g'alati bir lazzat egalladi. "Oh!" deb yubordim. U to'xtamadi. Men ham o'zimni yo'qotib qo'ydim. "O'zing boshlading, endi davom et", dedim o'zim ham kutmagan holda. Biz maktabning orqasidagi o'sha zinaga o'tirdik. Men oyog'imni ochdim. U yarim soat davomida meni erkaladi. O'sha damlar. Hozir o'ylasam, uyatdan yuzim qizaradi, lekin o'sha paytda bu menga yoqimli edi. Juda mazza edi. Yoshlik, gormonlar taqiqlangan meva. U mendan so'radi, "Senchi? Sen ham qilasanmi, yana og'zimga olamanmi?" deb so'radi. Men rad etdim. "Yo'q, men so'zkamasman", dedim g'urur bilan. Biz o'pishdik, erkaladik. Men lazzatdan ho'l bo'lib ketgandim. Keyin eng yomoni boshlandi. Tursigimni kiyib oldim deb o'ylagandim, lekin u meni chetroqqa, qorong'uroq joyga tortdi. U meni devorga yuzim bilan yopishtirib qo'ydi. Men nima bo'layotganini tushunmay qoldim. U orqamda turardi. Uning a'zosi qo'tog'i orqamga, ko'timning ustiga tegib turardi. U uni tepadan pastga ishqaladi. Va birdan, hech qanday ogohlantirishsiz, hech qanday tayyorgarliksiz, u sekin emas, birdaniga tiqdi. Mening orqam. Mening ko'tim teshigi juda tor edi. Hech kim tegmagan joy. U esa shafqatsizlarcha harakat qildi. "Voy dod", deb yubordim ovozim boricha. Og'riq shunchalik kuchli ediki, ko'zimdan olov chiqib ketdi. Men tipirchilab uni bor kuchim bilan itarib tashladim. U chiqardi. Men qo'limni orqamga olib bordim. Qarasam, qo'lim qip-qizil qon. Dahshatga tushdim. Yirtilib ketdi degan fikr miyamga urildi. Ko'timning teshigi juda kichkina bo'lgani uchun uning bu harakati meni jarohatlagan edi. Qo'rquv, og'riq va shok ichida qoldim. Men hech narsa demadim. Indamay kiyimimni to'g'irladim, artindim va maktabga ham kirmasdan to'g'ri uyga qarab yugurdim. Ko'tim rosayam og'rirdi. O'sha kuni hatto o'tira olmay qoldim. Har qadam bosganimda zirqirab og'rirdi. Bu azob bir haftacha davom etdi. Bir hafta davomida men o'sha tunda bo'lgan ishlarni, og'riqni va Aslning vahshiyligini o'ylab yotdim. Bu orada Asl aka bir marta telefon qildi. Men ko'tarmadim. Uni umuman ko'rgim kelmay qolgandi. Undan ko'nglim qoldi. U mening og'rig'imni his qilmadi, faqat o'zini o'yladi. Oradan bir oy o'tdi. Jarohatim bitdi, og'riq qoldi. Lekin xotira qoldi. Bu orada hayot davom etdi. Diyor ismli sinfdoshim bilan ancha yaqin bo'lib qolgandik. Qizig'i shundaki, og'riqlar unutilgach, yomon xotiralar o'chib, faqat lazzatli damlar esda qolar ekan. Eski yigitim Aslning qilgan erkalashlari menga bergan lazzati esimga tushaverdi. Mening xayolimda yangi rejalar paydo bo'ldi. Diyor, balki u bilan ham shunday qilsamchi. Unga ham yalatmoqchi edim. Lekin bu endi boshqa hikoya. Bu hikoyani sizlarga keyingi safar aytib beraman.
Azizlar, o'smirlikdagi ehtiroslar ba'zan og'riqli yakun topadi. Ehtiyot bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Momoni hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.